Diqqat, disclaimer. Ushbu video kontent bizniki emas, ammo bizning maqsadimiz uni o'g'irlash yoki o'zimizniki qilib ko'rsatish emas. Biz shunchaki kontentni rivojlanishi uchun uni o'zbek tiliga tarjima qilyapmiz. Bizning avtorga hech qanday adovat muruvvatimiz yo'q. Shunchaki videoni mazza qilib tomosha qiling, like bosing, obuna bo'ling. Xullas, mazza qiling. Bu videoda men 100 ta tovuqlarni paydo qildim. Ha, bu video tovuqlar jangi haqida bo'ladi. Shu bilan birga ular 100 yillik urushni boshlaridan kechiradilar. Va har doimgidek tovuqlarni simulyatsiya qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanaman. Yaxshi, oddiy tovuqlar chat tarafda, skelet tovuqlar esa o'ng tarafda. Yaxshi gitar qoidalarini bilasiz. Ha, mayli. Yaxshi, tovuqlar hozirda qordan baza qurishmoqda. Skelet tovuqlar esa what the fuck? Jenurson, sizlar juda qo'rqib ketgandek ko'rinyapsizlar, lekin buning uchun sizlarni ayblamayman. Yaxshi yigitlar, sizlar ulardan tepadasiz, lekin ularga qanday qilib hujum qilishni rejalashtiryapsiz? Ha, mayli. Oy, ya Xudoyim! Jenorsonlarga rahim qiling, iltimos. Voy, nega sen bu yerda betashvish o'tiribsan? Voy, bu nima? Bu qanaqa tovush? Oh, Jenorson! Xo'y, men sizni birinchi jangda g'alaba qozonganingiz bilan tabriklayman, lekin urush hali endi boshlandi. Chunki tovuqlar jamoasi hech vaqosiya qorlar iqlimidan tuyog'ini shiqillatishdi. Unutmang, bu urush 100 yil davom etadi. Va hozirda tovuqlar jamoasi resurslar yig'ish bilan band. Mana bu yerga bir qarang, bizda oshiq qushlar bor ekan. Yo, to'xtalama. Birodar, qo'ysangiz-chi, u unga taruz-urug'larni berdi. Hey, yo'q, to'xta. Birodar, qo'y, uni unut. U sen uchun emas edi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Birodar, yaxshimisan? Birodar. Yaxshi, keling, skelet tovuqlar nima qilayotganini ko'ramiz. Jenurson yigitlar, nima tog'da yashashga qaror qildingizmi? Aytmoqchimanki, tepaliklarni hurmat qilaman, ammo tepadan turib qanday qilib ovqat topmoqchisiz, birodarlar? Birodar, sizlar ochlikdan o'lyapsizlar, xuddi bir bo'lak bo'qlar. Buni ustiga Jenurson, sizlar tovuqsizlar. Urug' topolmasangiz, undan boshqa nima yeysizlar? Yo, bro, what the fuck, man? Yo, bu yana qanday tovush? Birodar, bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Sizlar sigirlar bilan nima qilyapsiz o'zi? Yo'q, buni ko'rmasam bo'lmaydi, ko'rmasam bo'lmaydi. Uzr, skelet ekanligingizni unutibman. Axir suyaklarga sut foyda. Skeletlarga sut qanday ta'sir ko'rsatishini o'zim qo'lga mana bu narsa orqali ko'rsatishimga ijozat bering. Menda ikkita tajriba quyonchasi bor. Chat tarafimda sutga to'yingan baquvvatgina tovuq va o'ng tarafimda 7 kundan beri sut ichmagan tovuqcha. Keling, ularning jismoniy holatini ko'rib chiqamiz. Mana bu tovuq haqiqiy Terminatorga o'xshayapti. Mana bu esa shunchalik oz qolganki, hatto tanasi ham yo'q endi. Biroq bu tajriba orqali biz sut hosil qiladigan farq aslida qanchalik katta ekanligini ko'ramiz. Yaxshi birodar, sen birinchi. Yo, Jenurson, hozirda uning suyaklarida 100% oqsillar oqmoqda. Yo, obuna bo'linglar. Yaxshi, kelinglar, sutsiz nima qila olishini ko'ramiz. Qani? Yo, barakalla. Buni uddalading. Barakalla, buni ham uddalading. Yo'q. Hoy. Yo, birodar, qo'ysangchi, yo'lni yarmiga ham yetib kela olmading. Yakuniy natija sut skeletlari uchun o'ta foydali. Birodarlar, bu shunchaki video biroz uzun bo'lishi uchun edi. Endi qaytishingiz mumkin. 30 daqiqa oldi. Sut foydali ekanligini hammangiz bilganingiz yaxshi, chunki unda oqsillar va yana la'nati kim baqiryapti? Birodar, nima bo'lyapti? Jenurson, nima tovuqlar hujum qilyaptimi? Endi 2 karra shoshilganingiz ma'qul, chunki ular kelishyapti, sizlarni o'ldirishga kelishyapti. O't oching. Yigitlar, sizlar ana qo'lida kamon bor yigitni bir nima qilishingiz kerak. To'xtang, sizda boshqa qor to'plar yo'qmi? Bo'ldi, endi tamom bo'ldingiz. Voy, pastdagi yigitlar, sizlar bir jamoa bo'lib ishlashingiz kerak. Nima, qo'lingizdagi tayoqmi?
Bo'ldi, hammangiz tamom bo'ldingiz. Birodar, sizlar ham tamom bo'ldingiz. Nima bo'lganda ham ular urushyapti. Kelinglar endi tovuqlar jamoasini bazasiga boramiz. Qo'y. Bu yerda nima bo'lyapti? Qo'y, to'xta, mana bu yuragi singan tovuq emasmi? Va sen o'sha uni yuragini sindirgan tovuqsan. Va mana bu seni qizingni elantirgan yigit. Birodar, bu ishni unutding-ku, to'g'rimi? Buni senda o'tib tushdi-ku. Kimdir men haqimda bir nima degandek bo'ldimi? Birodar, o'z jamoangni asirlikka olish telbalik-ku. Ahamiyat bermaymiz, birodarimiz hozir sevgidan kuygan tovuq o'zicha ichidagi maxluqni uyg'otmoqchi. Birodar, bu juda ham zo'r. Sizlar yer osti boyliklarini shippiryapsizlar, lekin men bir narsadan xavotirdaman. What the fuck? Bu nima? Neft qaziydigan uskunami? Jenursin, bu tovuq birodarimizning ichidagi maxluq kundan kunga kuchayyapti-ku. Qo'ysangizcha, axir bu oddiy kamon-ku. Yo'q, birodar, faqat sigirlar emas. Yo'q, hamma qayerga ketdi? Yo'q, bu nima? Yo'q, men borib kelishimga ulgurmay allaqachon tank yasabsiz, barakalla. Yaxshi, bu safar jiddiy aytaman. Sizlar hammangiz tamom bo'ldingiz. Yaxshi, birodar, menga qarab, bu yerda o'z jamoangni sotishga hech bir arzirli sabab yo'q-ku. Birodar, iltimos o'zingni bos, iltimos o'zingni bos. Axir bu seni jamoang-ku, iltimos yana bir o'ylab ko'r. Yo'q! Nima qilib qo'yding? Qo'ysangizcha, hamma yoq vayrona bo'lyapti-ku. Birodar, bo'ldi, hammasi tugadi. Sizlar yutdingiz. Endi buni qilishing shart emas. Nahotki qasos bilan bir nimaga erishaman deb o'ylasang. Yo, qani ketdik? What the fuck, birodar? Biroz tur. U o'libdi. Endi xursandmisan? Sen bu yerda nima qilyapsan? Nima? Meni hamma videolarimda paydo bo'lmoqchimisan? Yo, to'xta, qanday qilib qani ham tiriksan? La'nati, qanaqasiga? Yo, senda super tezlik bormi? Axir sen shuncha mashq qilgan eding. Birodar, bu juda zo'r. Zichilga qaysi nuqtadan hujum qilishni o'ylayotgan bo'lsang kerak. Birodar, qo'ysangchi. Yoqimda tovuq qani qaytib keladi. Obuna bo'lishni unutmang.